aytaymi? Ayting. Anu eng yaxshi doktor degani ham xuddi sizni gapingizni gapirdi. Eng yaxshi anu glaznoyni chaqirtirishdi. Специалист, узкий свой nima, общий nima, o'zi reanimatolog hamma tomondan gapirib ketyaptilar hozir. Chunki bu mahsulotlarni-chi qarang. Mahsulotlar hammasi o'zimizda sinab ko'rganmiz-da. Men agar buni o'zimda sinamasam, buni ko'rmas sizga aytib bera olmayman-da. Chunki men o'zimda buni sinadim. Farzandlarimda sinadim, nabiralarimda sinadim. Chunki men o'zimga ham operatsiya dedi ko'zimga. O'g'limga-ku voshil хрусталик меня aytdi-da. Men aytdim, "Давай попробуем, nima? Мы же ничего не теряем, правильно, да?" Ничего ж, 35. Qani men 35 yoshim. Vaqtlar 35 o'tganda. 35 yosh bo'lganimda, ko'p narsa qilardim. Aytdingizmi? Ko'p narsa qilardim. Birinchi o'chirda o'zimni yaxshi ko'rishni o'rganardim. Birinchi o'chirda. Да. Birinchi o'chirda o'zimni yaxshi ko'rib, o'zimning sog'lig'imga ko'proq ahamiyat berardim. O'zingizdan ayamasdingiz shu narsalarni. Da, o'zimni shu narsalarni ayamasin. Qancha dorilar, qancha men 7 yil 8 institut o'qib, bizda programma standart bo'lganda lecheniya mana ozgina baribir kruгозорный shirokий siz bilasizki, meditsina sohasidan ham, boshqa sohasidan ham bilasiz, aytmoqchimanki, agar men hozir boshqatdan yosh bo'lganimda haqiqatan umuman mana shu ximikatlarga anaqa qilmasdim. Men o'zim ximikat ichurman, tosh заработать qildim, грижа, потому что неправильно обувь одевала, неправильно питалась, неправильно образ жизни водила, понимаешь, да, вот все. Если men mana shularni qilganimda, men hozir yana ham yoshli ko'rinyapman. Yoshlik ichida ayting, hozir 63 kiraman. Lekin 2 yil oldin bunaqa emas edim. 2 yildan beri я пользуюсь вот этим, все натурально пользуюсь. Men ishonmaganman bu narsaga. Doktorlar ishonish qiyin. Biz o'rganganmiz haligi. Birogan qilib qo'yamiz, og'riq qoldi qursamiz, lekin og'riq qoladi. Nima qilib biz vaqtincha nima qilamiz? Nerv falajlaymiz, временно. Lekin sababi qolib ketadi-da. Bu natural narsalar imенно biz sababini yo'q qilishimiz kerak. Sababini yo'q qilsak, u kasal уже qaytalanmaydi. Masalan, bitta mana boshingiz og'riydimi? Og'riydi, to'g'rimi? Boshingiz nimaga og'riydi? Balkim glazun давлениyangiz borki, balkim внутричерепной borki, balkim travma olgandirsiz. Agar men o'sha sababini yo'q qilsam, boshingiz og'rimaydi. Lekin sizga tremolmi, baralgindir boshingiz to'xtaydi og'rib, falaj. Lekin yana 2-3 kundan keyin yana og'riydi. Nimaga? Chunki men sababini aniqlamadim. Sababi qolib ketdi. Bu imенно mahsulotlar imенно sababidan boshlaydi davolash. Men 3 yil namozni mana har doim aytaman, o'tirib o'qiganman, tizam bukilmasdi. Sajdaga bora olmasdim-da. Потому что грижа bo'ynimda ham, belimda ham. Operatsiya deyishdi, anaqa Yunusobodda yo'lindagi частный klinika bor, 22 million dedi operatsiyani. 12 yil oldin. Da, 22 million dedi. Har doim 5-6 oyda lecheniya olaman. Semashkaga boraman, Chartoqqa boraman lecheniyaga, вытяжкаga, boshqa yana 2-3 oy yaxshi yuraman, yana shu davom etaman. Nimaga? Потому что очаг стоит же. Я временно заглушаю. Tushuntirib oldimmi? Keyin mana shu stelkani kiyganimdan keyin men уже bir haftadan keyin namozim bemalol o'sha oyog'im tizam bukilishi bor. Men o'tirib o'qib uchun shunaqa vijdonim qiynalardi. Yoshman, bar oyoq qo'lim butun, o'tirib o'qish vijdonim qiynaladi. Sen bu umraga borib kelgandan keyin vashi vijdonim qiynaldi-da. Inqilab namoz o'qisam o'g'lim, ona namozni qiynab o'qimaydi. Alloh unaqa buyurmagan. Joningiz og'riyaptimi, o'tirib o'qing dedi. Bir qarasa o'qisam, ona turib o'qiyapsizmi deydi. Men aytdim, stelka taqdim qildim. Bir haftada rezultat sezdim. Потому что nimaga? Buni kiyganimdan keyin mana o'zim oyog'imda, hammamiz oyog'imizda bor, mana shu zo'r narsamiz, mana o'sha stelkamiz. Buni kiygandan keyin birinchi o'tirsa supinator vazifasini bajaryapti-da. Supinator bilasiz? Supinator vazifasini bajargandan keyin bosim nima qiladi? Bir xil распределение bo'ladi. O'shani hisobiga siz buni kiyganingizdan keyin mana kiydingiz, sirasi hozir kiyib mana ko'rasiz, bilasiz, sirasi qaddingiz ko'tariladi-da. Qaddi ko'tarilgandan keyin o'sha og'riq bo'lgandan keyin grijjalar позвоночный orasida bo'ladi, disklarning orasida bo'ladi, to'g'ri? U siqilib yotibdi-ku. Chunki qon tomirlar o'tgan, nervlar o'tgan, ezilgandan keyin o'sha постоянно ezgandan keyin og'riydi-ku. Chunki bir oyog'imda supinator yo'q. Buni men kiygan nima qiladi? Позвоночный уже cho'ziladi, deb bilasizmi? Qo'yib yuboradi. Sirkulyatsiya ketadi. Sirkulyatsiya ketgandan keyin o'shani hisobiga 8 kilo ozdim. O'shancha stroyniki bo'lib qoldi. Og'rig'im. Zato 22 millionni ekonomить qildim. Mayli. Keyin nimaga demoqchi, как я сама анестезиолог, реаниматолог bilaman, что nervlarda operatsiya qilib juda ham sложный narsa. Не дай bog, bitta ukolini noto'g'ri qilib qo'ysa, men butun umr falaj bo'lib qolishim mumkin. Yo'q, qo'y, undan ko'ra hal istoriyada o'sha lecheniyam olib yuravering, falaj bo'lgandan ko'ra. Mana yo'li bor ekan. Balkim turgandir, lekin meni не беспокоит. Men MRTga borganim yo'q. MRTga kamida hozir 500 ming to'layman. Nima qilaman? Og'rimayapti-ku. Bezovta qilmayapti-ku. Yuraman, stroyniki, mana o'zim menga hozir yosh berdingiz-ku mana.